Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda, xudo xolisa, kartoshkali palov tayyorlaymiz iftorlikka. Bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlarimiz, tabiga ko'ra go'shtimiz kerak bo'ladi, mol go'shti ishlatyapman. Piyozimiz kerak bo'ladi 1-2 dona, kartoshkamiz kerak bo'ladi. Guruchimiz yana bitta kosada to'la, 2 piyola to'lamda to'la. Bu lo'biyamiz. Lo'biyani hozir qaynatishga qo'yamizda, bitta qaynatib yaxshilab suvini to'kib, yana bitta issiq suvga yuvib tashlaymiz. Shunda qora suvlari ketib yaxshi bo'lib qoladi. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb piyoz go'shtimizni to'g'rashdan boshlaymiz. Qozonimizga yog'imizni qo'yib qo'ydik. Qizib turibdi. Piyozlarimizni to'g'rab qovurishda boshlaymiz. Va albatta zivrovoy ishlatamiz. Tabiga ko'ra kartoshkali palov uchun muzlatilgan bolgarskiy ham solsam, uni ham solishi mumkin. Bo'lmasa zivrovoy solamiz. Piyozlarimizni shu tarzda to'g'rab olamiz. Orqasidan go'shtlarimizni ham to'g'rab olamiz. Kartoshka palovga o'zi unaqa go'sht ham shart emas. Tuxum qaynatib, tuxum qo'yilsa ustiga u ham yaxshi bo'ladi. Ozgina go'sht ham solamiz. Piyozlarimizni to'g'rab oldik. Endi piyozni qozonga solib qovurishni boshlaymiz. Yog'imiz qizidi, bismillahirrohmanirrohim deb piyozimizni solishdan boshlaymiz. Piyozimizni ozgina qizartirib qovurib olamiz, keyin orqasidan go'shtimizni solamiz. Xohlasangiz kartoshka palovga 1-2 dona saus solsangiz ham bo'ladi. Men saus solmayapman, kartoshkani o'zidan solamiz. Piyozlarimiz qovurilgunga qadar kartoshkalarimizni to'g'rab olamiz. Kartoshkani katta purega to'g'raganday qilib to'g'raymiz. Hamma har xil to'g'raydi. Mana shunaqa shu tarzda to'g'rayman men. Katta pure tarzda. Ko'pchilik chaqmoqlab to'g'raydi. Xohishga ko'ra. Shu tarzda to'g'rab olamiz kartoshkalarimizni. Piyozimizni mana tillarang bo'lguncha qovurdik. Endi go'shtimizni ham solamiz. Go'shtni ham birgalikda qovuramiz. Tabiga ko'ra hozir tuz ham beramiz. Tabiga ko'ra tuzimizni solamiz. Va muzlatilgan bolgarskiy buni ham solamiz. Birgalikda qovurilishi uchun kartoshkamizni ham solamiz. Kartoshkalarimizni ham birgalikda qovuramiz. Kartoshkamiz ham sal qizarib, yog'larni shimib olgandan keyin suvini qo'yamiz. Kartoshkalarimizni ham yaxshilab qovurdik. Endi hozir zivrovoyimizni solamiz tabiga ko'ra. Bitta osh qoshiqda mo'ljallab. Yetarli bo'ladi. Yana 5-6 daqiqa qovurib suvini qo'yamiz. Yaxshilab qovurib oldik kartoshkalarimizni ham. Endi lo'biyamizni solamiz. Va suvimizni quyamiz.
qaynab chiqqandan keyin pasaytirib o'ltiratib qaynatamiz yarim soat. Hozirgimiz kartoshka palovdek qaynayapti. Guruchlarimizni yuvib tozalab oldik. Endi bismillahirrohmanirrohim deb guruchimizni solamiz. Guruchimiz mana suvini tortyapti. Sekin yuzlarini bir sidra aralashtirib qo'yib damlashga tayyorlaymiz. Yigirma minutga damlab qo'yamiz endi. Ozgina suv bilan birga damlayapmiz tayyorlaymiz. O'rtasini qoshiq yordamida ochib qo'yamiz. Qozonimiz tagini pastlatib damlab qo'yamiz. Kartoshka palovimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Endi oshimizni buzib, kartoshka palovimizni suzib olamiz. Oshimizni suzib oldik. Hammaga yoqimli ishtaha. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' bo'linglar.